Yo bola barchaga salomlar bilaman, qadrli samuray bola. Bugungi videomizda ko'rib turganida biz Nuka Euro City o'ynaymiz bola. Короче, biz shaharni portlashimizga to'g'ri keladi. Mana bu yerda ko'rib turgan raketalar o'tib shaharga tushyapti. Lekin bu bola bizani raketalar emas. Bizani raketamiz mana asosiy raketa mana o'zimiz zonada turibdi bola. Короче, bu serverdagi kim eng zo'r raketani qursa, o'sha bu shaharni portlata oladi bola. Shuning uchun biz hozir men eng zo'r shahardagi serverdagi eng zo'r raketani qurishim va bu shaharni polностью portlata olishim kerak bo'ldi. Qani ko'ramiz biz buni portlata olar ekanmiz yoki mana yana bitta raketa tushayotgan. Yo-mayo, yomon tushdi lekin. Короче, bola biz bilan so'rash bo'y va obunachilar, короче ko'ramiz obunachilar bilan kim eng kuchli bo'lar ekan. Demak, biz hozir ko'proq pul ishlashimiz uchun albatta raketamizni uchirishimiz to'g'ri keladi, lekin raketamizni uchirmasligimizdan oldin biz bu yerda o'zlarimizga qandaydir eliksirlar paydo bo'lib turibdi. Yo-mayo bola. Mana bu yerda o'zi level kuchaytiradigan bizda eliksirlar bor. Bu eliksirlarni olib turib, biz raketamizga qo'yadigan bo'lsak, raketamizning leveli вообще kuchayar ekan. Yo bola, 11-levelga oldi o'zga raketam. Mana bu avtomatik launch bor bola, buni yo'q qo'yadigan bo'lsak, o'zi avtomatik har doim raketani uchirib turadi shaharga. Mana ketdi. 3 qaranglar, 3 2 1 ketdi raketa. Qani? Doy. Oy, ketdi bola, davay. Yo, asta-sekin. Oy, tushdik. Qancha pul berdi menga? Oy. 2,5 milliard berdi menga. Qani hozir qancha portlar ekan bola? Polisi portlashi kerakmi 100% gacha? Yo, qaragancha portlayapti bola. Davay, polisi portlab bo'lsa biz shaharni yo'q qildim buni qaranglar. Yo, men shaharni yo'q qildim o'sha. Video izlashda tikataveraymi? Yo bola. Hali bola, biz holva bola, bundan ham dahshat qo'yib 3 turimiz 2x mani olib qo'ydim. Davay 2x mani 4x mani 9 ro'zaga buni olmay qo'yamiz. Yo-mayo. Shaharni polisi portlataverdi bola. 6 milliard pulim bor bola. 6 milliard pulga mana yangi Explosive Fountain olsa bo'lar ekan. Bu yerda ham polisi kuchayar ekan bu. Buni maksimumga ko'tarib qo'yadigan bo'lsak, bu ham bizga asta-sekin eliksirlarni yig'ar ekan bola. Bu bizning raketamiz kuchayishiga ancha yordam beradi. Ancha muncha yordam beradi bu bizga raketamiz kuchayishiga. Demak, mana bu yerda azizga kuchaytiraveramiz dalishi. Yo-mayo, ancha pulimiz ketib qoldi bizdan. Mana yerda bizga o'sha yig'ilyapti. Endi bizning nima ko'paytirishimiz kerak. Mana totemlarni olib boshqa joyga qo'yib qo'yish kerak. Ular xalaqit beryapti bu yerda. Bu totemlar bizga 2x, 3x, 4x, 5x, 10x qilib beradi, короче. Bu totemni betga qo'yamiz. Bu totemni ham radarda ham betga qo'yamiz. Mana bunichi. Buni ham betga qo'yib qo'yarak. Ana buni ham betga qo'ydik, buni ham betga qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi bola. Hammasi chotki. Endi bu yerda mana kuchaytirsak ham bo'ladi. Buni leveli ancha past ekan. Bu kuchaytirish ancha qimmat bo'lsa kerak yana. Davay. Buni ustiga bosamiz. Qani, demak, bu ham zo'r kuchayapti. Levelni polisi kuchaytiramiz buni ham. 200 gadan 300 gadan o'sha pulimiz tugab qoldi bizdan. Yo-mayo. Davay. Oy, 2 milliard, 1,5 milliard, 1 milliard pulimiz qoldi. Lekin 7,5 minginchi levelga oldi o'shani apparatimiz. 8 minginchi level avtomatik yopib qo'yamiz bola. Avtomatik o'zi raketa uchirib turadi, pastdanmi ketdi bola. Bizning raketamiz shaharga uchib ketyapti. Yo'q, raketam tushyapti mana qaranglar. Bum, bola tushdi. Uje 2 milliard ishlab oldi pul. Uje 2 milliard pul ishlab oldi. Demak, bu narsamiz necha millionni yig'di? 107 millionni yig'di. Oy, mutatsiyalar tashatdinga qarang. Toxic, Wet, Shiny, Astral. 4 ta mutatsiya beribdi. Yo-mayo. Demak, keyingi zona ochishimiz uchun biz nima qilishimiz kerak? Dropper bor, Fuse Machine. Fuse apparatini ochishimiz kerak ekan. Fuse apparatini ham kuchaytirib qo'yamiz bola. Bu fuse bizga fuse qilib beradi. Fuse nima desanglar bola, bu masalan bizga qanchalik kattalikda короче narsa olsak, eliksir olsak, o'sha eliksirimizni ko'paytirib beradi 2x ga 3x ga. Bo'ldi. Bizga 10 milliardimiz balansimizga tushdi. Mana bu yerda slotlarni ochib, buni polisiga kuchaytirib qo'yishimiz kerak albatta. Demak, buni level nechaga olib boramiz kuni? Menimcha buni yana 30 sekundgacha tushirsak kerak. 6 yil o'tiribdi. Короче, o'z avtomatik pul ishlayveradi. Biz bu yerda yangi zona ochdik. Reverse statue bo'ldi. Bizda reverse anonsi chiqdi. 1,5 million dollarga reverse qo'ysa bo'ladi. Reverse bosib mana tugash kerak ekan, короче. Mana 3 o'tsa, nasib bo'lsa, hozir raketani tushib bo'lsa, polisi reverse'dan bosib bola. Reverse qilsak bizga juda ham ko'p zo'r narsalar beradi. Reverse qilishimiz kerak. Reverse zo'r narsa bo'la. You already this on expansion bir nima balo batar deyapti, короче.
Demak, biz hozir reverse qilamiz, raketamiz bonusi kelsin, tezroq kelib, bab pulimiz yo'q bo'lib ketadi-ku. Qani, davay, bo'ldi, pasti keldi. Qani, reverse-ni bosdik. Yaxshi, reverse-ni qildik. Endi nima bo'ldi? Men totemlarimni qaytarib berdim va mana ba'zan qaranglar, birinchi leveldagi raketa fu bo'ldi. Короче, ketdi, o'zi avtomatik uchirib turibdi raketani. Mana totemlarimni joylashtirib olishim kerak. Yo, maya, shu totemlarni qo'yib chiqish вообще problema ishda. Mana qo'yib chiqamiz. Bu yerga bitta radar qo'yamiz. Out of bounds. Nima degani? Ha, bo'ldi, qo'ydim. Bo'ldi, buni ham qo'yib qo'yamiz. Zo'r, bo'ldi, mana qo'yadi. Da, ketyapti raketamiz uchyapti bizani. 2x Mukis faster deyapti. 2x tezroq uchar ekan, lekin bizga bu kerak emas. Thank you. Menga sekinlashmasan. Bu pul bermas ekan. Yo-mayo. Raketa uchar ekan, lekin pul bermas ekan. Chunki musor raketalardan bittasi ekan, eng musor. Demak, avtodropper $100 ga deyapti. Bizda hozir hech nima yo'q. Voy, toksik mutatsiya berdi sразу. Dayman bos levelini ko'tarib tashlashimiz kerak. O'shanda bizning raketani birinchi bo'lib levelini ko'tarib bergan narsa mana shu. Buni qo'lda bo'lsa, ruchnoy, chunki bizning bazamiz hali rivojlanmagan. Musor o'tirdi, chunki reverse qildik-ku. Davay, level 2 ga o'tib oldik. Biz research qilmadik bola. Bizga researchga apparatlar berdi. Oy, qanaqa zonaga. Yo-mayo. Davay, bizda короче 0 taga 10% marinatsiya bo'lar ekan. Mana 85 ta eliksir bor. Mana bu yerda ko'rgan bo'lsanglar, damlama bor. O'sha damlamaga mana bu yerda xohlagan narsani olsam bo'ladi. Masalan, buni ochamiz. Bizga pulni ko'paytirib bersinmi yoki totemlarni? Pulni ko'paytirib bersin. Tipper machinist deyapti. Explosion HP ni olamiz. 55 ga yana ochamiz. Wax speed qo'shamiz. Yana bu explosion HP 30 taga bo'ldi, tugab qoldi. Bo'ldi. Zonaga suramiz. Bu ham zonasi ekan, reverse tez kuchayadi. Davay, mana bosib turadigan bo'lsak, yonmay og'ribman. What the fuck, olmaslik kerak. Mutatsiya zo'r beradi. Ikkinchi yil bo'ldi, endi ketdi, avtomatik o'zi uchib turaversin. Bizga pul olib keladi endi bular. Qani bizga qancha pul olib kelar ekan? Boshlanishiga normal niyazgacha pul olib keladi. Tezroq kuchayib ketamiz. Tak bu safar mana 29 rublim bor ekan. 29 rubl. 29 daqiqa o'ynagan ekanman men o'yinni. Demak, bizda rubelga narsa olsa bo'ladi. Bu yerda 5 rubellik va 15 minutlik 15 rubellik kreatlar bor ekan. 15 rubellikdan ochamiz. Qani nima tushar ekan bizga? Let's go. Normalniy totem tush. Ankom totem tushdi menga. Normalniy totem bersin-chi. Nima ochdi? Hozir nima berdi menga? Hech nima bergani yo'q-ku. Qanaqa totem beradi? Rare Mountain degandan berdi. Demak, bizda hozir nechta ikkita totem bor. Mana shu necha? 1.5x maniga shunchami? Yo'qmi? Mana 2x mani ekan. Mana даже ko'p ekan bundan. Totemlarni qo'yib olamiz. Totemlar bizga ko'proq pul yig'ishga yordamlashadi. 5 dan ko'p totem qo'yib bo'lmasa ekan. Mayli, sumkada turib tursin. Atak mana 16 ga pulim bor. O'sha normalniy pulim bor. Avtodropperni yoqib qo'yamiz va buni ozgincha kuchaytiramiz bolalar. Davay, oppa, yaxshi kuchaytirdik. Yana ozgincha 309 ta HP ko'taryapti. Zo'r. Men reklamasini aylanayman, reklamasini qayerlar o'rtada chiqib tursin. Yo-mayo. Demak, bizda hozir qancha pul bor? $15,000mi? $10,000 pulimiz bor ekan. Endi biz nima kuchaytiramiz? Mana kuchaytirishimiz kerak maksimum. Oppa, yana bitta bosamiz, zo'r kuchaydi. Endi bizga yana nima kerak? Mana yerda op dropperni olsa bo'lar ekan. Always better than dropper. Yo, bizdan hozir buni olsak, keyin reverse qilgan yo'q bo'lib ketsa nima bo'ladi? Короче, biz mana olamiz, raketani tushirishimiz kerak. O'chirib qo'y. Yana ketdi bu. Yo-mayo, bu yoqqa uchib ketdi vallahi yana. Mayli, necha oz kelsam biz keyin mana ularni qo'shamiz. Voy, mana yerda shiny bilan rainbow degan narsa qo'shib berdi mutatsiya vallahi. Bizdan raketa kelsindan tiqib o'ramiz ichiga. Yo-mayo, 109 ta bizga ana beryapti o'zi. 109 kalik. Qani raketamiz keldimi? Raketamiz keldi. Qo'limizga olamiz manalarni. Mana rainbow, painbow deganlarni mutatsiyalar. Uy, yaxshi. Level 5. Mana ozgincha yana qo'ysa, levelimiz yana ko'tariladi. 10,000 ta, mana 10,000 ta berar ekan. Ana shu 10,000 dan qo'shsa-chi. Oppa, ozgincha yetmay qoldi. Mana tiqamiz. Level 6. Oppa, level 6 bo'ldi. Bunisi boshqa gap. Yangi zona ochamiz, bu yerdan yangi zona ozgincha kuchaytiramiz. Pul yetmas ekan. Yo-mayo. Mayli, necha? Raketamiz hozir. Oy, normalniy pul ishlayapti. $1 million pul ishlaydi bu raketadan. Chotki. Qani, shaharni qanchalik polatorlar ekan men raketam. Ozgincha bo'lsa ham porlatyapti, lekin gap yo'q. Yaxshi. Почти 25% porlatdi, 50% kelyapti asta-sekin. Yaxshi. Davay. Oy, shaharni normalniy polator ekan bu raketa ham lekin. Boyaga lekin boshidagi raketani vash porlatib tashladi bor-ku.
Srojboyga 2x lik narsa beramiz bolalar. Srojboyga 2x palarga qilamiz 3 Robuxga. Hoppa ana. Ketdi Srojboyga. Ana bo'ldi. Srojboydan YouTube qo'yadi mana hozir. 3,5 million dollar pulim bor. 3,5 million dollarga biz ham tushirishimiz kerak. 20 akaga, 20 akaga, 40 akaga. Qochib turing do'stim. Haddi shu qochib turing-da. Oy, men aytdim, вообще tez kuchayapti qarada. Zo'r. Mana shu kuchtirgan zo'r bo'ldi. Aytdim, mutatsiyalar вообще ko'p pul ishlayapti. Mana shu yerga qo'yamiz ozgincha. Bor pulimizga level 117mi? 122 bo'ldi. Yaxshi. Mana hammasini yig'amiz. Bachoklarni. Qani endi bachoklarni tiqib tashlaydigan bo'lsak, 1 million HP da bizni level 7-anonga o'talar ekanmiz, короче. 7-levellik anonga, raketaga. Bu yerda ham bachoklar yig'ilyapti, lekin ancha kam yig'ilyapti. Aytdi, toksik mutatsiyaligi bor ekan. Buni tashlasak bunga yetarmikan? Короче, hammasini yig'ib oladigan bo'lsak, menimcha yetib ortadi bizga. Mana, hammasini tiqib tashlaymiz endi raketaga. Raketaga investitsiya qilishimiz kerak albatta. Oy, davay. 40 mingta yetmay qoldi. What the fuck? 40 mingta ovorakda. Buni tiqaychi. Yo-mayo. Haligacha. Oy. Hoppa, 7-levellik raketamiz spam bo'ldi. Qani uchiramiz endi ko'ramiz. Qancha bizga pul berar ekan? Soqqa beringlar, soqqa. Oy, bizda zvordan bor ekan. 3-reversdan keyingi vord o'char ekan. Raketamiz tushdi. Oy, ikkita yana bitta raketa tushdi. Sразу menga $1 million berib tashlabdi. What the fuck? Buncha zo'r. Qani, davay, tezroq menga pullarimni qaytarib ber. 50% ga yaqinlashib qoldi. Fuse matching bor ekan, buni ham ochib qo'yishimiz kerak. Umuman kim zonasi? Yo, operatsiya zonasini qaranglar. Ancha zo'r ekan zonasi mengadan. Bu ham raketa uchiryapti bolalar. Qani mana bu raketa bilan birga qo'shib. Ketdi bu raketasi uchib. Davay. Mana bu boshoklarim zo'r kuchayapti endi mana. Mana ancha kuchaytirib qo'ysak, $12 million pul beradi bizga. Yo-moy, shaharni yo'q qo'ribman-ku. Shaharni yo'q qo'ribman-ku bolalar. Shahar yo'q bo'lib ketibdi. Davay bolalar, endi biz mana kuchaytiramiz polnisni. Qancha pulimiz bo'lsa, yetmay qoldik pulimiz uchun. Bo'ldi, 10x ga qo'yib kuchaytiramiz. Bo'ldi, pulimiz tugadi. Yo-mayo. Bo'ldi, endi mana shu qo'ysaychi, mana 10x ga qo'yib kuchaytiramiz. Yaxshi, buni ham yaxshi tuzardik. Zo'r. Bu ham ancha tez kuchayyapti. Keyingi raketamiz deyli 3,5 million ekan bolalar. Yo, короче bolalar, video juda tugataman bolalar. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar bolalar. O'yin juda ham yoqdi menga. Albatta bu o'yin tugash ancha qiyin, chunki har bitta levelda o'tgandan keyin reverse qilishimiz kerak. Albatta bu o'yinni ham chutki qilib reverse bilan qilib tashlaymiz. Keyingi videoga albatta ko'rishguncha hammaga xayr. Videoga like bosib, kanalga obuna qo'ying.